بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siyratini o'rganishlikdagi mana birinchi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. O'tgan darsimizda mana sirat ilmini o'rganishlikni fazilatlarini o'rtoqlashgan bo'ldik. Siratni o'rgatmasdan turib, Qur'oni Karimni juda ko'p ma'nolarni tushunishligimiz muhol bo'ladi, qiyin bo'ladi. Zero Qur'on o'z ichiga avvalgi o'tgan ummatlarning tarixini oladi, payg'ambarlar qissalari, hukmlar hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida bo'lib o'tgan voqealarni hukmi keladi. Binobarin payg'ambarimizning hayotini yaxshi o'rganar ekanmiz, Qur'onning juda katta qismini ta'lim olgan bo'lamiz. Chunki g'azotlar, sariyalar, bularning barchasi haqidagi Alloh taoloning tushgan hukmlari mana Qur'onda juda ko'p oyatlarni egallagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlikni, u kishini tug'ilishligidan boshlashligimiz mumkin. Lekin bir oz ilgariroq, orqaroqqa o'tib, payg'ambarimizgacha bo'lgan arab tarixini bir ko'rib chiqishligimiz maqsadga muvofiq ko'rinadi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat, islom, bu nur arablarni qaysi darajada yuksaltirganligini ko'rdik. Lekin bularni ana shu nur kelgunga qadar ahvoli qanday ekanligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shunda islom ularning hayotini qanchalik yuksaltirganligini, zulmatdan nurga olib chiqqanligini fahmlashligimiz oson bo'ladi. Qissamizni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotini, qissasini Alloh taolo Ibrohim Halilullohga o'zini ayoli Hojar va Ismoilni hech qanday o'simlik o'smaydigan, hech qanday bir odam yashamaydigan Bakka vodiysiga tashlab kelishlikka buyurganligi bilan boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning ichida Ibrohim Halilullohni va Ibrohim allazi vaffa deb maqtadi. U vafo qilgan Ibrohim edi. O'zini o'tga uloqtirishganida Alloh taoloning amridan chiqmadi, vafo qildi. Bir dona bo'lgan farzandi 85 ga kirganda ko'rgan bir donagina farzandi Ismoilni vodiyga, hech kim yashamaydigan Bakka vodiysiga tashlab kelishga yurganda vafo qilgan edi. Mana shu bir dona ko'rgan o'g'lini o'zini qo'li bilan so'yilishlikka buyurilganida vafo qilgan edi. Mana shu vafo qilgan Ibrohim alayhisalomga Alloh taolo yana bir imtihon qildi. Mana aytdik, 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasi Ismoilni onasi Hojar bilan Bakka vodiysiga tashlashlikka buyurildi. Ibrohim alayhisalom shu paytda Falastinda yashar edi. Falastindan ayoli Hojarni va o'g'li Ismoilni yetaklab Bakka vodiysiga olib keldida, ularni qoldirib orqasiga qarab qaytib qoldi. Mashhur qissa, payg'ambarlar qissasida bir mufassal yoritilgan bo'ldi inshaalloh. Orqasiga qarab ketayotganini ko'rib, Hojar "Ey Ibrohim, bizni tashlab ketasizmi bu yerga?" dedi. Ibrohim alayhisalom indamadi. Ikkinchi marta so'radi. Yana indamadi. Shunda Hojar ona, "Yo, Alloh buni sizga buyurdimi?" dedi. Ibrohim ha deb javob berganidan keyin Hojar ona Alloh taoloning va'dasiga ishongan haqiqiy mu'mina sifatida unda Alloh bizni zoyi qilmaydi dedi, ortiga qaytdi. Ya'ni erkaklarga ham ibrat bo'ladigan, dars bo'ladigan so'zda aytdiki, rizq Allohdan, yaxshilik, yomonlik Allohdan degan e'tiqodi mustahkamligini ko'raylikki, hech kim yashamaydigan, sahroni o'rtasi bo'lgan joyga emizikli bolasi bilan qolishga rozi bo'ldi. Ibrohim ketdi, Hojar bilan Ismoil Bakkada qolishdi. Ya'ni bu vodiy Bakka deb nomlanadi. Qur'onda ham Bakka deb keladi. Makka ham deb nomlanadi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin suv tugadi. Ismoil yig'lashni boshladi. Hojar ona suv istab, mana hammamizga mashhur Safo bilan Marva o'rtasida 7 marta sa'y qilib yugurdi. Alloh taolo bu mo'mina ayolga mukofot tariqasida Zamzam suvini chiqarib berdi. Shunday qilib Makka vodiysida yoki Bakka vodiysida suv paydo bo'ldi. Arablarning tarixi nihoyatda bir katta, uzoq tarix. Lekin ana shu bir qisqaroq gapirishga harakat qilamiz. Arablarning asl vatani Yaman bo'lgan. Asli arablarning vatani Yaman hisoblanadi.
Ana shu Yamandagi Ma'rib saddini buzilishligi bilan suv manbasi yo'q bo'lib qoldi ularda. Shunda arab qabilalari jazira bo'ylab suv qidirib yashashlikka bir munosib bo'lgan joyni istab tarqalishdi. Ulardan mana bir qancha oyatlarni o'qigan bo'lsak, Ibrohim alayhisalom o'g'li va ayolini Bakka vodiysiga tashlab ketar ekan, duo qildi. Astagfirullah, Robbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram, Robbana liyuqimus solah. Parvardigoro, albatta men zurriyotimdan bir bo'lagini o'g'lim Ismoil va uning onasi Hojarni seni hurmatli bayting huzuridagi ekin o'smaydigan bir vodiyga joylashtirdim. Mana aytdik, Makkada hech narsa yo'q edi. Nima uchun Ibrohim alayhisalom seni muqaddas uyingni oldida, baytingni oldida deydi? Chunki mana shu Makka vodiysiga Odam alayhisalom tomonidan qurilgan birinchi baytning asoslari bor edi. Chunki Alloh taolo aytadi, Oli Imron surasida, "Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin." Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat mayagi bo'lgan Ka'badir. Shundan kelib chiqadiki, yer yuzida Alloh uchun ibodat qilinishlikka qurilgan birinchi uy ana shu Ka'batulloh. Ana shu asosini oldiga qoldirib ketdi. Boshqa oyatda ja'alallohul ka'batal baytal haroma qiyaman linnas. Alloh subhanahu va taolo Ka'bani, Baytullohni odamlar uchun to'g'rilik asosi qilib qo'ydi. Demak, Ka'ba bo'lgan. Keyinchalik vaqt o'tishligi bilan to'fon tufayli bu buzilib ketgan. Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoilni Makka ga tashlab ketar ekan, ziyorat qilib turdi. Ana shu balog'at yoshiga yetganidan keyin uni so'yishlikka buyurildi. Bu imtihonni o'tgandan keyin Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga va Ismoil alayhissalomlarga Ka'bani qurishlikni buyurdi. Endi biroz orqaga qaytadigan bo'lsak, mana aytdik, Yamanda suv to'g'oni, Saddi Ma'rib yorilib ketdi dedik. Arablarning suv ichadigan manbasi yo'q bo'lib qoldi. Arab qabilalari Arab jazirasi bo'ylab tarqalishdi. Saqif qabilasi Toifga borib joylashdi. G'assonlar Shom atrofiga va mana shu Shomda Yamanda yashagan qabilalardan bo'lgan Jurhum qabilasi ular ham jazira bo'ylab suv ustab yurishgan edi. Makkaga yaqin joyga yetganida ana shu hozirgi kunga turgan Ka'bani ustida qushlarning uchayotganligini ko'rishdida, bu suv borligini alomati deb ana shu joyga qarab yurib kelishdi. Kelishganida Hojar ona ana shu Zamzamning oldida o'tirar edi. Arablar karam, axloq egasi bo'lgan edi. Kelib tajovuz bilan, zo'ravonlik bilan tortib olmadi, balki shu suvdan ichishlikka izn so'radi. Ibrohim alayhisalom ayolini qoldirib ketayotganda Parvardigorga duo qilgan ediki, Parvardigor faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim. Odamlarning qalblarini bu meni zurriyotimga yumshoq qilgin, muloyim qilgin degan edi. Bo'lmasam bitta bir zaifa ayol emizil bola bilan o'tirsa, butun boshli qabila kelib shart zulm qilib tortib olishi mumkin edi. Lekin Ibrohim Halilullohning duosi ijobat bo'ldi. Hojar ona ularga haqqini to'laysizlar, yashaysizlar, ichasizlar dedi. Shunday qilib Makkada Yamandan chiqib kelgan Jurhum arab qabilasi o'tiroqlashdi, shu yerda yashadi. Ismoil alayhisalom arab bo'lgan emas. Ibrohim alayhisalom ham arab bo'lgan emas, Kanoniy bo'lgan ular. Ismoil alayhisalom ulg'aydi, Jurhum qabilasi bilan yashadi hamda Jurhum qabilasidan uylanib arablashdi. Ismoil alayhisalomgacha bo'lgan arablar arab ariba deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashmagan arablar deyiladi. Ismoil alayhisalomdan keyingi arablar arab musta'riba deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashgan arablar deyiladi. Ibrohim alayhisalomga Ka'ba qurishiga Alloh tomonidan buyurilganidan keyin o'g'li Ismoil bilan Ka'bani asosini kavlab chiqarishdi. Yana shu qumlarning ostida Odam alayhisalom qo'ygan Ka'bani fundamenti asosi bor edi. Shuni ustiga qurar ekan, uyni bir burchagiga boshqa burchaklardan ajrab turishligini xohlab, Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoilga bir boshqacharoq bir tosh topib keling deb buyurdi. Ismoil aylandi atrofda,
lekin bir chiroyli, bir ko'zga ko'rinadigan, ajralib turadigan tosh topa olmasdan kelganida Ibrohim alayhisalom oppoq bir toshni qo'yib, binoni urib davom etkazayotgan bo'ladi. Ya'ni bu atrofda bunaqa oq tosh bo'lmaydi. Ota, bu toshni sizga kim olib keldi deb so'raganida, Jibril uni jannatdan olib chiqib berdi dedi. Biz bilgan Hajarul Aswad o'zi aslida jannatdan chiqqan oq tosh bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, odamlarni gunohkor qo'llari, gunohkor odamlarning qo'llari teyorganligidan qorayib ketdi dedi. Hozirgi kunda siz bilan biz ko'rib suratida yoki o'zini borib ko'rganimizda hammasi Hajarul Aswad emas. Agar diqqat qilib e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ichida 4 ta yoki 5 ta mayda-mayda bo'laklari qolgan. Inshaalloh mana shu darslar davomida o'qiymiz. Qaromita degan bir firqalar chiqib, Ka'batullohdan Hajarul Aswadni sug'urib olib ketishgan. Keyin qaytarib kelib qo'yilgan, lekin ana shu asl katta holatda qolgan emas. 3 ta yoki 5 ta mayda-mayda bo'laklari bor uni. Ibrohim alayhisalom Ka'bani qurib bo'ldi. Alloh tomonidan buyruq bo'ldi. Odamlarni haj qilishlikka chaqiring dedi. Ibrohim alayhisalom Parvardigor, men bitta odam bo'lsam, qana qilib ovozimni insonlarga yetkazaman deganida Alloh taolo inna ma'alaykal adan va alaynal balagh. Sizdan chaqirib qo'yishlik, ozon aytib qo'yishlik xolos. Yetkazishlik bizdan dedi. Necha ming yil burun, vallohu alam necha ming yil bo'lganiga Ibrohim alayhisalom chaqirgan ozon, bu nido musulmonlarning qalblarida qiyomatgacha jaranglab turadi. Hajga borishlik hammaning qalbida mana shu zavqi, ishtiyoqi, shavq turadi. Bormaganlar bir borsam desa, borganlar 10 borsam deydi. Nima endi bu? U yerda borib ko'radigan oshiqcha hech narsa yo'q. Ekinzori, bog'i, hech narsa sahro. Alloh taolo mana shu Ibrohimning ozonini musulmonlarning qalbiga joylashtirib qo'ydi. Ka'baning muhabbati bor siz bilan bizning qalbimizda. Shunday qilib arablar, Arab jazirasidagilar haj qilishni boshladi. Hajni tarixi shunday boshlandi. Baytullohni ulug'lash, uni ta'zim qilishlik tarixi shunday boshlandi. Mana aytdik, Ismoil alayhisalom bilan birga Makkada Jurhum qabilasi yashadi. Bir qancha vaqt yashaganlaridan keyin arab qabilalaridan bo'lgan Xuzoat Jurhum bilan Makka mukarramani urushib talashdi hamda yengishlikka yaqin bo'ldi. Jurhum Xuzoa bilan urushyapti. Jurhum mag'lub bo'lib qolishligini sezganidan keyin Ka'batullohning oldidagi Zamzamni ko'mib tashlashlikni qasd qilishdi. Chunki Makkada yashashlikning asosiy sababi Zamzam qudug'i, Zamzam suvi edi. Agar suv bo'lmasa bu yerda yashashlik nihoyatda qiyin bo'ladi. Zamzamni ko'mishdi, Jurhum Makkani tashlab chiqib ketdi. Ba'zilari qolgan bo'ldi. Xuzoa qabilasi Makkaga hukmronlik qila boshladi. Xuzoa Makkada 300 yoki 500 yil hukmronlik qildi. Mana shu 500 yil vaqt ichida Zamzamni kavlab topisha olmadi. Mana shu 500 yil suvni tashqaridan tashib etishdi. Kelgan hojilarni suv bilan sug'orishlik Makkada yashayotgan kishilarning mas'uliyati bo'lsa, demak bular Makkadan tashqaridan toshib ichirardi. Bu nihoyatda bir mashaqqatli ish edi. To Abdul Muttolib payg'ambarimizning bobosi Zamzamni kavlanmagunicha 500 yilga yaqin muddat Zamzam ochilmasdan turdi. Ana shu davrda Xuzoa qabilasining ichida Amr ibn Luhay ismli bir kishi bor edi. Amr ibn Luhay o'zini qavmini yakka sayi deydi. Eng boyi, eng saxiy, eng hurmatli kishisi edi. Uni gapi ikki qilinmas edi. Jurhumni haydab chiqarib Makkaga kelib o'tira olishgan Xuzoa qabilasining sayyidi Amr ibn Luhay. Shomga Amr ibn Luhay tijorat qilib chiqar ekan, hojilarni bitta o'zi sug'orar edi. Boyligi bilan ularni ta'minlardi hojilarni. Shomga chiqib borar ekan, Amalik degan bir qabilani butlarga sig'inayotganligini ko'rdi-da, nima bu deb so'radi. Ular aytishdi, bular sanamlar. Biz ularga ibodat qilamiz. Ular bizga hayvonlarimizni semirtirib beradi. Och qolsak non beradi. Yomg'ir kerak bo'lsa so'raymiz, yomg'ir beradi. Xullas, yuqarribuna ilallohi zulfa. Bizni Allohga bir qadar yaqin qiladi deb shirkni ular aytishdi. Amr ibn Luhay, bizga ham yomg'ir kerak bo'ladi, ko'p qiylanamiz. Bizga ham bitta o'sha butlardan bersanglar, biz ham olib borib sig'inardik dedi. Arab jazirasiga shirkni birinchi bo'lib kirgan kishi Amr ibn Luhay bo'ladi.
Unga Hubal degan butni sanamni berishdi. Makka ga olib keldi, Makka ahlini unga ibodat qilishlikka buyurdi. Shunday qilib, Makkada va Arab jazirasida shirkni boshlagan kishi Amr ibn Luhay bo'ldi. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Amr ibn Luhayni deydi. Arablarning dinlarini birinchi bo'lib o'zgartirgan Amr ibn Luhayni jahannamda ichaklarini sudrab yurganini ko'rdim deydi. Chunki bu arablarning ichida shu paytgacha yo'q bo'lgan gunohni, shirkni olib keldi. Arablar tavhidda edi. Ibrohim alayhisolamning dinida edi. Allohni bir deb bilishar edi. Lekin Amr ibn Luhay shirkni birinchi bo'lib boshlab bergan kishi bo'ldi. Ya'ni nima xulosa olamizki, undan keyingi kelgan qanaqa mushrik bo'lsa, albatta Amr ibn Luhayga shu mushriklarning qilgan gunohidan bir ulush borib turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamda shunday mazmunda hadislar bor. Qaysi bir kishi yomon sunnatni paydo qilsa, odamlar unga erchib amal qilsa, shu gunoh qilganlarning gunohidan unga ulush borib turadi deydi. Hayotimizni qarasak, narda o'ynashni o'rgatgandirmiz birinchi marta jo'ramizga. Ziyofatga aroq qo'yishni boshlab bergandirmiz birinchi. Yoki qandaydir bir ma'siyatni qilgan bo'lsak, bilaylikki shundan keyin shu ishni kim davom etkizsa, shu odamga albatta ulush bor. Aksincha, savobli ishni targ'ib qilayotgan bo'lsak, masjidga yurda bitta jo'ramizni aytalagan bo'lsak, biror bir gunohni qilish, bid'at xurofotlarga tiqilib yotibdi hayotimiz. Ke shu bid'atni biz qilmaylik mana shu to'yimizda, mana shu ziyofatimizda qisqartiraylik desak, isrofni, bid'atni yo'q qilsak, bizga ergashib boshqalar amal qilsa, unga ham ajr bor. Endi qaraylik, biz qaysi tomonga tortyapmiz? Bir toifa odamlar bo'ladi yaxshilikka tortuvchilar, bir toifa odamlar bo'ladi ma'siyatga tortib, qolganlari poda bo'ladi. O'zining e'tiqodi, iymoni, hayotda tutgan yo'li yo'q bo'lgandan keyin poda bo'ladilar. Qaysi tomon kuchlilik qilsa, odamlarga nimani targ'ib qilayotganimizga bir qator qarab qo'yaylik. Talbiya ham o'zgardi. Hajga kelgan hojilar labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mana shu tavhid talbiyasi. Allohni bitta deyishlikka chaqiradigan talbiya. Hatto endi ular talbiyani o'zgartirishdida illa sharikan huvalak tamlikuhu va ma malak. Orqasidan mana shu ikkita jumlani qo'shdi, shirkka aylantirib qo'yishdi. Amr ibn Luhay bu bilan ham cheklanmadida, hayvonlarni ham ba'zilarini muqaddas deb belgilab berdi. Moncha tuqqanni yeb bo'lmaydi, moncha yashaganni minib bo'lmaydi, xullas shariat qo'yib berdi. Bir narsani halol, bir narsani harom deyishlik Allohning haqqi. Esimizdan chiqmasin. Halolni harom degan kishi, haromni halol degan kishi qasddan kofir bo'ladi islomda. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bir narsani halol, harom deyishlik Alloh va Rasulining haqqi. Bu bo'lmaydi buni qilsa. Bu yomon bo'ladi deb har xil so'z bilan nima qilinadi? Yo'l ko'rsatiladi. Makkadagi eng katta sig'iniladigan but bu Hubal edi. Quraysh Makka ahli mana shu Hubalga sig'inar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathida butlarni bitta sindirar ekan, oxiriga qilib Hubalni qoldirib qo'ygan edi. Uni ham oxirida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam parchalab sindirdi. Chunki arablar qaysi darajada jaholatda ekanligini ko'rib turib, keyin islom ularga nima olib kelganligini ko'rsak, shunda payg'ambarimizning risolatining buyukligini qadriga yetamiz. Shuning uchun ularning kimligini ko'rib qo'yaylik avval. Birdaniga tug'ilishidan boshlasak, tushunishimiz qiyin bo'ladi. Alloh Qur'onda Nuh alayhisalom qavmi haqida xabar berib aytadi: "Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la suwa'an va la yaghusa va la ya'uqa va nasra." Va o'zlariga ergashgan tuban pastkash kimsalarga sizlar hargiz o'z xudolaringizni tark qilmanglar. Vadni ham, Suwa'ni ham, Yag'usni ham, Ya'uqni ham, Nasrni ham hargiz tark qilmanglar. Mana shu ismimizga qilingan 5 ta odamni ismiga qo'yilgan butlar ham Makka da bor edi. Jazirada bor edi. Vudga Banu Kalb sig'inar edi. Suwa degan olihasiga Banu Huzayl, Yag'us degan butiga Toy ahli va Jarash ahli ibodat qilardi. Ya'uqqa Hamazon, Nasrga ahli Yaman. Mana shunday shirkni tarqashiga Amr ibn Luhay sabab bo'ldi. Bu butlarning ichida eng ajablanarlisi Isof va Noila degan butlar edi. Isof va Noila. Bu
tarixi shundayki, ikkalasi ham yamanlik bo'ladi, arab bo'ladi. Bir-birini sevishadi. Isof Noilani qo'lini so'rab otasiga sovchi qo'yganda, otasi rad javobini beradi. Shunda Isof bilan Noila keyingi haj mavsumida uchrashamiz deydi. Hajda uchrashdida Ka'bani oldida odamlar beparvo bo'lib turgan paytda zino qilishdi. Sevishganlar. Alloh taolo bu ikkisiga Ka'bani hurmatini bir ko'rsatib qo'ydi odamlarga ibrat qilib. Ikkalasini toshga aylantirib qo'ydi. Isof bilan Noila mana shu qilgan gunohi uchun Alloh tomonidan toshga aylantirdi. Hamda Makka ahli mana shu ikkala haykalda bittasini Safoga, Isofni Safoga, Noilani Marvaga qo'yib, odamlarga ibrat bo'lsin. Ibrat bo'lsin. Allohning uyini oldida gunoh qilishlik shunday bir jazolanishligidan ibrat olsin deb Alloh taolo shunday qildi. Ular qo'yib qo'yishdi. Bir qancha vaqt o'tdi. Odamlar esdan tez chiqib qoldi. Inson degan so'z unutuvchi degan o'zi. Amr ibn Luhay Ka'bani olib kelib qo'ylar, bularga ham sig'ininglar dedi. Unga ham sig'inishni boshlashdi. Arablarni qaysi holatda ekanligini bilishimiz uchun Umar ibn Hattob roziyallohu anhuning hayotiga bir murojaat qilamiz. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, majlislarda o'tirib, odamlar bilan o'tirganida besabab to'satdan yig'lab olar ekan. Ba'zida o'tirib besabab kulib olar ekan. "Ey Amiral Mo'minin, nimaga to'satdan yig'lab, to'satdan kulib orasiz besabab?" deganida u kishi aytadiki, "Johiliyat davrida qiz farzandlarni yomon ko'rardik. Eshitib turaylik, arablar qaysi darajada bo'lgan? Pastligi, tubanligi, razilligi, savodsizligi qaysi darajada bo'lgan? Qiz farzandlarni yomon ko'rardik. Ya'ni qiz farzand jang maydonida qilich ko'tara olmaydi, qabilasini, kuchini, quvvatini ziyoda qila olmaydi, birovning xizmatini qiladi, nomus deb biladi qiz farzand ular. Shuni asoratlariga o'xshagan narsa hozir ham yo'q emas oralarimizda. Qiz farzand bo'lsa, g'am qilib siqiladiganlar. O'tirar ekanman johiliyatda deydi. Ayolim qiz tuqqanligini xabarini berishdi. Men sabr qildim deydi. Sabr qildim 6 yoshga kirguncha. 6 yoshga kirganida qizimni qo'lidan yetalab olib bordim sahroga, chuqur kavladim, qizimni shu chuqurga tashlab, ustiga qumni tuproqni tortayotganimda ko'tarilgan chang soqolimga tegsa, qizcham chuqurda turib soqollarimni qoqib turardi deydi. Mana shunday holatda qizimni ko'mib kelganman deydi. Hech qaysi hozirgi kundagi jaholat, hech qanaqa bir ahmoqlik bularda jaholatga yetmaydi. Chunki o'zini qizini olib borib tiriklayin ko'mib kelyapti. Ana shu kichkinagina barmoqchalari qimirlamay qolguncha turpoq tortdim ustiga deydi. Shuni o'ylab deydi, yig'layman deydi. Shunchalik johilligimiz o'ylab turib yig'layman deydi. Tasavvur qilib ko'ring-da, oldiga kelgan qizingizni olib chiqib ko'mishingizni. O'lganim yaxshi deysiz-da, chunki sizni aqlingizga sig'maydi, chunki islom sizlarni shunday tarbiyaladiki, bu sig'dira olmaymiz aqlimizga bu narsani. Endi kulishimiz sababi deydi, Makkaliklar Makkadan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, Makkani toshlardan olib, o'zlaridan olib ketar edi-da, yo'lda shu toshga qarab sig'inishar edi. Makkani toshi. Bir marta safarga chiqib ketar ekanman deydi, tosh ololmabman deydi. Ibodat qilish kerak bo'ldi. Nimaga ibodat qilaman? Qarasam, Makkadan o'zim bilan olib chiqqan xurmo bor ekan deydi. Xurmoni oldim, birini ikkinchisiga yopishtirib, bir timsol haykalni yasadimda ibodat qilib oldim deydi. Ibodat qilib oldim, qonim ochib ketdi deydi. Yegani boshqa narsam yo'q, hali ilohimni yeb qo'ydim deydi. Buni o'ylab deydi, shunchalik johilligimiz o'ylab kulgim keladi deydi. Bu kim aytayapti bu gapni? Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytayapti. Islom mana shunday bir johil qavmni, orqada qolgan, zulmatda qolgan qavmni nurga olib chiqdi. Zalolatdan hidoyatga, tubanlikdan yuksaklikka olib chiqdi. Biz arablarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgungacha bo'lgan tarixini bir ko'rib chiqmasdan turib, payg'ambarimiz qanchalik ularni bir yuksaklikka olib chiqqanligini tushunib yetishimiz qiyin bo'ladi. Arab jazirasiga yahudiylar qanday kirib keldi? Nasroniylik qanday kirib keldi? Forslar qanday qilib Arab jazirasiga hukmron bo'lishdi? Mana bilamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlarida Yamanni forslar boshqarar edi. Yaman hukmi forslarning qo'lida edi. Qanday qilib forslar Yamanga kirib keldi?
deyarli hamma muarrixlar, Tabari, Ibn Asir, Ibn Kasir va boshqalar keltirgan Yamandagi arab podshohlaridan biri Robi ibn Nasr tush ko'rdi. Juda bir uzoq qissa, lekin xulosasi shuki, tushini kohin va munajjimlarga aytib berganda, yaqin fursatda ichida habashlar, ya'ni negerlar, habashlar Yamanni egallashadi degan xabarni berishdi. Ko'ringki, shirk, johiliyat rivojlangandan keyin kohinlar bilan munajjimlar ish yurishib qoladi, baxshilar ish yurishib qoladi-yu. Eshitib qolasan, bizning mahallamizda bitta baxshi bor, eshigini tagida falonchilar o'tiradi deydi. Falon odamlar o'tiradi deydi. Nimaga o'tiradi desa, dindan bexabarda. U baxshini nimaligi, uni qo'lidan hech narsa kelmasligini tushunadigan ularda bir ilm, ma'rifat yo'qda. Agar birovda ishini yurgizib yuborishlik baxshini qo'lida bo'lsa, birinchi bo'lib o'zini ishini yurgizmaydimi shu odam? Nima qiladi birovda bergan 50 so'm, 60 so'miga qarab o'tirib. Lekin johillik rivoj topsa, dindan uzoq bo'linsa, odamlar shunday holatga tushib ketadi. U o'zini, oilasi, farzandlarini forslarga bir tobe bo'lib qolishdan qo'rqdi-da, Yamandan Iroqqa qarab ko'chdi. Iroqqa bordi, Hiro degan joyni egallab shu yerda yashadi. Robi ibn Nasr vafot qilgandan keyin uni farzandlarining qo'liga hukm etdi. Yamanliklarda Tubba deb podshohlar laqablashardi. Mana bilamiz, forslarning podshohi Kisro deyilardi. Rumning podshohlari Qaysar deyilardi. Habashlarning podshohi Najjoshi deyilardi. Yamanliklarning podshohi Tubba deyilardi. Ana shu Robi ibn Nasrning o'g'illaridan Tabban Asad ismli kishini qo'liga o'tdi hukm. Bir necha vaqt o'tgandan keyin uni hurmati nihoyatda bir baland bo'ldi, moli dunyosi ko'p edi, boy, saxiy kishi edi. Kunlarning birida mana shu Tabban Asad Shomga tijorat qilishlik, sayohat qilishlik maqsadida yo'lga chiqadi. Yasribga yetganida, hozirgi kundagi Madina. Yasribga yetganida o'g'illardan bittasini qoldiradi-da, shu yerda tijorat qilib turdi, o'zi Shomga ketadi. Tabban Asadning o'g'li Yasribliklar bilan kelisha olmay qolib urushib, Yasribliklar uni o'g'lini o'ldirib qo'yadi. Tabban Asad qaytib keladi, Yasrib ahli bilan urushadi. Yasrib ahlining axloqidan dahshatga tushadi. Ya'ni Yasribliklar, Madinaliklar, keyin Madina deb nomlangan. Kunduzi Tabban Asad bilan urushib turib, kechki payt unga ovqat, sovg'a-salom, kiyim-kechaklar jo'natishardi. Bu saxiylikni, karamni cho'qqisi edi. Ya'ni dushmaniga shunday yaxshilik qilishardi. Lekin o'g'lini o'chini olaman degan qattiqligida turib oldi. Yasribda asli Shomda bo'lgan, lekin Madinaga kelib yashayotgan yahudiylar ham bor edi. Ana shu yahudiylardan ikki kishi Tabban Asadning oldiga chiqib keldida, "Nima uchun urushyapsan? Nimani xohlaysan?" deydi. Tabban Asad Yasribni vayron qilaman dedi. Ular aytdi, "Sen vayron qila olmaysan buni" dedi. Unda Alloh seni halok qiladi dedi. Nimaga unaqa deyapsizlar dedi? Chunki bizning kitoblarimizda Yasrib oxirgi payg'ambarni hijrat qilib keladigan joyi haqida ma'lumotlar bor dedi. Ya'ni ularning kitoblarida, Tavrotda va Injilda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida aniq ma'lumotlar bor edi. Hattoki ba'zi oyatlarda keladi, ular sizni dedi Muhammad alayhisalom, o'zini o'g'il farzandlarini tanigandan ko'ra yaxshiroq taniydi ular dedi. Lekin bilib turib o'jarlik qilgan, bilib turib kofirlik qilgan. Tabban Asad Tavrot nima, tavhid nima so'raganda ular unga tushuntirib berishdi. Tabban Asad Yahudi diniga o'tdi. O'zini qavmini kelib yahudiylikka chaqiruvdi, qavm qabul qilmadi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.